agar masalan aytdingiz hozir testosteroni baland bo'lsa ham ayollik gormoni kamayib ketadi va hayz sikli buziladi, follikula yetilmaydi. Chunki o'sha shirinlik ham ota bolalarimiz aytadi, shirin yema bo'ying o'smay qoladi deydi-ku. Ana o'sha to'g'ri ekan. Chunki qancha shirinlik ko'p yesa, o'sadigan gormonni bloklab qo'yadi. Agar o'zingiz xohlasangiz ozasiz. Men sizga millionlab dori yozib bersam ham, eng zo'r dorilarni yozganimdan eng bariatri usulni qilsangiz ham, miyangiz bilan xohlamayapsizmi, u natija bermaydi. Gormon bo'lmasa, ya'ni ayollik gormoni bo'lmasa, hech qachon homilador bo'la olmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikning taklifi hamda so'roviga ko'ra endokrinologik muammoli bemorlarimiz juda ham ko'p ekan. Shuning uchun mutaxassisimiz doktor endokrinologimiz oldilariga keldik. Bizga yo'q demasdan rozi bo'lib vaqt ajratganingiz uchun avvalambor ming rahmat. Salomat bo'ling. Doktor, o'z tanishtiring. Men Manzura Nuriddinova Narziyeva, ham bolalar, ham kattalar endokrinologiman. 14 yillik stajga ega endokrinolog. Больницада ham ishlayman, ham частный klinikada ham ish yuritaman. Shunga hozir qaysi kasalliklar asosiy bo'lsa, bu qandli diabet, birinchi, ikkinchi va turdagi kasalliklarni ko'raman. Qalqonsimon bezda muammolari bo'lsa, past bo'ylik va semizliklarni ko'proq davolayman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. O'sha ikkita savolimga javob berdingiz. Zo'r xursandman. Xo'p, o'qish davringiz qanday bo'lgan? Necha yil qayerda o'qigansiz? Aynan qaysi klinikada ishlaysiz? Qaysi больницада? Shu haqida to'liqroq. O'zi pediatriya institutini bitirganman. Keyin magistraturani institut endokrinologiyada o'qiganman. Hozirda 7-shahar больницасida va Welcome klinikasida va Nurshoh klinikasida ish yuritaman. Hozirda har kuni klinikada va больницада ish yuritaman. Hozircha ikkinchi toifam bor endokrinologiya bo'yicha. Xo'p, bakalavr bitirgandan keyin ham har xil sohalar bor. Nega aynan endokrinologiyani tanlagansiz? Kimdir sabab bo'lganmi yoki nimadir holatmi, hodisami? Eng asosiy sabab rahmatli onam bilan saharni qandli diabet ikkinchi turi bilan og'riganlar. Shu sababli onamga har doim qarashim kerak deb endokrinologiyaga qiziqqanman. Va oilaviy sharoitlarga ham to'g'ri keladigan endokrinologiya ekan, ham toza kasb. Shuning uchun. Xo'p, endokrinologlarni qandaydir qiyin tomoni bormi siz sohangizda? Endi endokrinologlarni eng asosiy qiyinliklari bu gormonlar bilan ishlaydi asosan endokrinologlar. Chunki gormonlar bu bilasiz butun organizmni boshqarib turadigan va yo'lga soladigan, ya'ni yurak qon tomir, asab sistemasiga ham ta'sir qiladi, oshqozon ichak sistemasiga ham ta'sir qiladi va qon tanachalariga ham hamma organni va hujayralarga ta'sir qiladigan bu gormon hisoblanadi. O'shaning uchun gormonlar bilan ishlash nimasi qiyin? Bu gormonlarni dozasini o'lchab, to'g'ri doza tanlash va to'g'ri preparat tanlash. Eng asosiy bizda shu muammo bo'ladi. To'g'ri preparat tanlab berish har bitta bemor uchun. Qandli diabetmi, qalqonsimon bezmi, to'g'ri tanlay bilish kerak. Klinika va laboratoriya analizlariga qarab. Siz bilan suhbat uyushtirishdan oldin bugun ertalab storieslarim orqali endokrinolog bilan uchrashaman, qanaqa savollaringiz bor deb ko'pchilik aytgandim. Kuzatuvchilarimiz savollar berishgan. Shularni endi boshlayversak to'g'ridan-to'g'ri. Birinchi savolimiz hamshiramiz o'zlari berdilar. Ularda gipotireoz bo'lgan, 3-stepen operatsiya bo'ldilar. 3 oylar bo'ldi. Operatsiyadan keyin ham charchoq bo'lsa, xuddiki ip o'rab turgandek, siqib turgandek bo'ladi. Nafas siqishigacha o'xshaydi. Bu nimadan bo'ladi? Buni qanday qilib yechim qilsa bo'ladi davosi deb. Xo'p, ularda gipotireoz bo'lsa, diffuzniy toksichniy zob. Ya'ni qalqonsimon, oddiy xalq tilida zaharli buqoq. Zaharli buqoqda уже 3-darajali bo'lsa, operatsiya bo'lsa, удаление щитовидной железы. To'g'ri, olib tashlangan, umuman olib tashlangan bo'lsa, unda qalqonsimon bezni o'rnini bosuvchi tiroksin gormonlar berish kerak. Uni har 2 oyda yoki har oyda tiroksin T4, T3, T3 gormonlarni tekshirib turish kerak
va o'rinbosar garmon berish kerak. Agar garmon ichayotgan bo'lsalar, o'sha doza yetmayotgan bo'lsa ham holsizlik beraveradi. Agar qonida gemoglobin kamayib ketgan bo'lsa, железный defitsit bo'lsa ham u ham holsizlik beradi. Nafas siqishi bo'lsa, agar nafas siqayotgan bo'lsa, agar qalqonsimon bezni butunlay olib tashlamagan bo'lishi mumkin. Ozgina qismi qolgan bo'lsa ham u zichlashadi, qattiqlashadi yoki tugun paydo bo'lgan bo'lsa, u ham nafas siqishiga olib kelishi mumkin. Uni to'liq tekshirish kerak, ya'ni yana qaytadan so'rash kerak. Ya'ni общий nima bo'lgan, hammasi klinikasini hammasini to'liq so'rash kerak. Analizlar qanaqa topshirilgan, qancha dolyasi qolgan qalqonsimon bezi va gormonlari qanaqa, qaysi gormonni ichyapti. To'liq ma'lumot olgandan keyin unga lecheniya yozib bersa bo'ladi. Davosi bor. Demak, gormonlarni nimasini ko'rishimiz kerak. Ko'rishimiz kerak. Agar nafas siqayotgan bo'lsa, qaysidir qismini qoldirgan bo'lishi mumkin. Butunlay olib tashlanmagan. Xo'p, yana savol yozishgan Go'zal Meri. Selenium ichdim, zopim yo'q bo'ldi, 2 yil bo'ldi deyapti. 2 yildan keyin yana chiqdi. Yana selenium ichmoqchiman debdilar. Nima deb tavsiya berasiz? Selen bizni oldin buyurmas edik. Mana shu Coviddan keyin selenni keng ishlatadigan bo'lib qoldik. Chunki oldin selenni qanchalik foyda berishini biz bilmagandik. Mana endi mana shu 2-3 yil davomida selen preparatlarini keng ishlatyapmiz. Sababi chunki masalan yod preparatini ichganda selen bilan birga bersak, u qalqonsimon bezda tiroksin gormonlarini ishlab chiqarish vazifasini yaxshilab beradi. Agar ular selen ichgandan keyin yana qalqonsimon bezi takror kattalashgan bo'lsa yoki kichraygan bo'lsa yoki gormonlarda o'zgarish bo'lsa, uning uchun yod preparatini to'xtatmasdan uzluksiz ichishlari shart. Selenni esa 1 yilda 2 marta profilaktika uchun ichishlari kerak. Selenni o'zi qalqonsimon bezi vazifasini to'liq bajarib bera olmaydi. Necha yil davolay olmaydi. Uning uchun to'liq UZI qildirishlari kerak va agar yod tanqisligi bo'lsa, yod preparati berish kerak. Agar tiroksin gormoni kamayib ketgan bo'lsa, Eutrox yoki L-tiroksin gormonini berish kerak. Doktor, xabaringiz bor, karantin bo'ldi O'zbekistonda, Covid bo'lib, hamma joyga tarqaldi. Buni natijasida asorat sifatida nevrologik kasalliklar kuchaydi. Ko'proq nevrozlar, misol uchun revmatologik kasalliklar bo'lsa, ko'proq bo'g'im yallig'lanishlar, artrozlar. Endokrinologik kasalliklar qanday asoratlar, qanday kasalliklar ko'paydi? Bizda asosan qandli diabet 2-turi ko'p rivojlandi. Chunki o'sha paytda har bitta o'pkada porajeniyasiga qarab, nafas siqishiga qarab, deksametazon gormonni ko'p qilishdi. Shuni hisobiga ozgina miqdorda ham qondagi qand miqdori ko'tarilib ketardi. Undan keyin esa qondagi qand miqdori ko'tarilgandan keyin uni insulin bilan tushirishgan. Keyinchalik esa autoimmun proses kelib chiqqan va oshqozon osti bezida beta hujayralarni zararlagan. Va shuni hisobiga insulin ishlab chiqarmay qo'ygan. Ko'pchilik ayollarda va erkaklarda agar qandli diabetga moyil bo'lgan, ojreniyasi bo'lgan, gipertonik kasallari bo'lgan, xolesterin baland bo'lganlarda autoimmun proses kelib chiqib, qandli diabet juda ko'p uchradi o'sha Coviddan keyin. Lekin u agar dieta qilib, lecheniyani olsa, qandli diabetdan sekin-sekin chiqib ketganlari ham bor, davolanib ketganlari ham bor. Xo'p, yana savol kelibdi. Rentgen nurlari yaxshigina ta'sir qiladi deyshadi. Shu mavzuda ham gapirib bering debdilar. Rentgen nurlari. Biza rentgen o'zi qalqonsimon bezda, qandli bizni o'zi unaqa ko'p ishlatmaymiz. Qachon biz rentgen ishlatamiz? Rentgen qachon ishlatiladigan vazifasini? Eshitmaganman-da. Biz endokrinologga bir martagina faqat ishlatamiz. Qachonki bu yosh bolalarda zona rostani chap qo'ldagi zona rostani, zona rostasi ochiqmi yoki yo'qmi, zona rostasi yoshiga nisbatan yaxshi o'sadimi, yo'qmi, shu vaqtda faqat rentgenni buyuramiz. Boshqa vaqt rentgen buyurmaymiz. Agar zarur bo'lsa, albatta o'sha rentgen yordam bersa, o'sha diagnozni aniq qo'yishi uchun, unda rentgen foydalimi, foydasizmi unga qaramaydi. Qilish kerakmi? Qilish kerak. Bo'ldi. Rentgen eng unaqa zarari past bo'lgan nurlar. Shunday.
qo'ldagi zona rosti haqida gapirdingiz. Shu haqida to'liq aytib bering. Qanday kasallikda, nima uchun, qanday qilib bilinadi, o'sha ochiqmi, yopiqmi? Endi zona rostani masalan hammaga rentgen yubormaymiz. U masalan bolalar tengdoshlari, tengqurlari nisbatan 2 yil bo'y o'sishdan orqada qolayotgan bo'lsa, keyin zona rostda qachon qilinamiz? Zona rosti masalan vesi ham kam, bo'yi ham past, ham nasliy bo'yi pastlik bo'lsa, bolada anemiya bo'lsa, ya'ni ishtahasi past bo'lsa, sport bilan shug'ullanmasa, kam harakat bo'lsa, unda biza zona rostdan tekshirish uchun chap qo'lini, chunki chap qo'l kam harakat bo'ladi, chap qo'lni rentgenga yuboramiz. Imenda panjasini, o'sha panjasiga qarab biza zona rostasi ochiq yoki yo'q belgilab beramiz. Uni qanaqa bilamiz? Zona rostida mana bu no'xatsimon suyak bo'ladi. Ana o'sha rivojlanmagan bo'lsa va kaft suyaklarida har bitta suyakni joylashuvi bo'ladi. Orqada kichkina panjadagi suyakcha rivojlanmagan bo'lsa, hali zona rostasi ochiq bo'ladi. Yozib beradi. Masalan, yoshi 10 yosh bo'lsa, suyaklanishi ham 10 yoshga to'g'ri keladi deydi. Bu norma hisoblanadi. Uni o'stirsak bo'ladi. Bir xil bolalarniki bo'lsa, 12 yosh bo'lsa ham suyaklanishi 10 yoshga to'g'ri keladi. Balki unda somatotrop gormoni kam yoki kalsiy miqdori kamaygan bo'ladi. Shunga qarab to'g'rilab beramiz. Xo'p, yana bitta savol. Meni ayamda tugunli buqoq bor. Nima qilsak bo'ladi? Oldin buqoqdan operatsiya bo'lgan ekan. Tugunli buqoq bo'lsa, hozirgi zamonda 1,5 santimetrdan, buqog'ida 1,5 santimetrdan katta tugun bo'lsa, unda biopsiyaga, sintografiyaga yuboramiz. Biopsiyada agar yaxshi chiqmasa, analizi onkologiskiga yaqinroq bo'lsa, unda operatsiya yo'li bilan olib tashlanadi. Agar bularda уже tugunini olib tashlangan bo'lsa, bir dolasini olib tashlangan, ya'ni chap yoki o'ng tomonidan ham olib tashlangan, chap tomondan yana qayta tugun paydo bo'lgan. Uni oldini olish kerak edi. Bular menimcha tez keyin endokrinologga ko'rinishmagan. Uning uchun har 6 oyda endokrinolog ko'ruviga kelib turish kerak. Yana qayta tugun paydo bo'lmasligi uchun. Tugunni qayta paydo bo'lmasligi uchun tomog'ini kamroq orish kerak, kamroq shamollash kerak. Ana o'shandagina qayta tugun paydo bo'lmaydi. Autoimmun proses hisobiga tugun paydo bo'ladi yoki yod tanqisligiga yoki tiroksin gormon yetishmovchiligi hisobiga qayta tugun paydo bo'ladi. Yana endokrinolog ko'rigiga borishlari shart. Albatta. Xo'p, bizlar nevrologiyada eng ko'p uchraydigan kasalliklar nutqiy rivojlanishdan orqada qolish juda ham ko'payib ketdi hozirgi kunda. Endokrinologiyada eng ko'p uchraydigan kasalliklar ketma-ketlik. Bolalarmi, kattalarmi? Birinchi o'rinda kam harakatlik hisobiga ortiqcha vazn ko'payib ketgan. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda mana shu ortiqcha vazn hisobiga qandli diabet ko'payib ketgan, yosharib ketgan. Ya'ni oldin bizda qandli diabet birinchi turi 35 yoshgacha bo'lsa, hozir 24-25 yoshlarimizda ham qandli diabet ikkinchi turi kuzatilyapti. Sababi kam harakat va semizlik hisobiga. Keyingisi esa past bo'ylik. Past bo'ylik juda ham ko'p, chunki hozirgi farzandlarimiz kam harakat, sport bilan shug'ullanishmaydi. Nanizm emas. Nanizm emas. Nanizm qachon beriladi? U уже 130 dan past bo'lsa, u nanizm hisoblanadi. U 1,5 metr bu nanizm emas, nizkoroslist, past bo'ylik kiradi. Bu ham kam harakatlik natijasi kelib chiqadi. Kam harakat, sport bilan shug'ullanmaslik, kech uxlash. Ya'ni kech uxlash. 9 dan keyin farzandlarimiz uxlashi kerak. Chunki kulgili bu hammaga. Yo'q, men o'zimdagi muammo aytaman. Hamma kasalga aytaman, telefon o'ynamasin, vaqtida uxlab, nutqiga ta'sir qiladi, psixikasiga ta'sir qiladi desam, endokrinologistga ham nimaga bolam o'smaydi deydi, savollar beray. Endi mana savolning javoblari mana shu yerda. Semizlik bo'ladi yoki bo'yi o'smaydi, keyin yosharib ketyapti endokrinologiya sohalari, qandli diabet. Gormonda o'zi hamma gormon ham rejim yaxshi ko'radi. Rejimdagi odamda hech qachon gormonal buzilish bo'lmaydi. Masalan, vaqtida uxlasa 9 dan 12 gacha melatonin gormoni ishlab chiqaradi, 12 dan 2 gacha somatotrop gormoni ishlab chiqaradi. Ko'p yoshlarimiz, masalan 15-16 yoshlar atrofidagilar hammasi 2 dan keyin uxlaydi, u kortizol gormoni, stress gormoni ishlab chiqaradi.
Xo'p, zo'r. 3 ta top nima kasallikni aytdingiz. Semizlik. Semizlik. Davosini tavsiya bilan qandaydir ozishni nimasi bormi? Hamma hozir diyetologlar ko'payib ketdi. Tibbiyotga aloqasi bo'lmaganlar ham qandaydir kurslarga o'qib yoki hozirgi kunda jimga chiqsa, trenerlar ham bular bilan shug'ullanishyapti. Shular haqida umumiy fikringizni ayting. Va yechim bering. Semizlikni asosiy sababi kelib chiqishini. Kam harakat, noto'g'ri ovqatlanish, kech uxlash va gormonal buzilish. Davosi esa birinchi o'rinda dieta, uglevod kam iste'mol qilish kerak, unli mahsulotlarni kam iste'mol qilish kerak va trans yog'larni kam iste'mol qilish kerak. Gazli ichimliklar, uglevod, gazli ichimliklarni kam iste'mol qilish kerak. Keyingisi esa ko'p harakat. O'sha yegan ovqatini, kaloriyasini, harakatni chiqarish kerak. Sport bilan shug'ullanish kerak. Bu 60 yoshdan keyin 10,000 qadam, 60 yoshgacha bo'lganlarniki har kuni 10,000 qadam va 1-1,5 soat shug'ullanish kerak sport zallarida. Ana o'shanda. Keyingisi esa gormonal gormonlari normada ishlasa, element va oqsillar yetarli bo'lsa, hech qachon vес yig'maydi, vazn yig'maydi ular. Normada vaznda yuraverishadi. Ozish uchun interval golodaniya haqida nima deysiz? Interval golodaniya 16 soat misol uchun ochlik vaqti, 8 soat ovqatlanish vaqti. Siz aytgandek ovqatlanish vaqtida uglevodlarni cheklash, yog'li mahsulotlarni cheklash, 10,000 qadam maqsad qilish, toza suv ichish. Suv kilogramm vazniga 30 milli. 1 litrdan. Masalan, vazniga qarab beramiz. Agar birinchi stepen ajreniya bo'lsa, unda 2,5-3 litr ichish kerak. Ikkinchi stepen bo'lsa 3dan 3,5. Keyin уже uchinchidan katta bo'lsa 3,5-4 litrgacha ichish kerak. Biz shunaqa qilamiz, определить. Keyin siz aytganingizdek, hozir semizlikni nima deysiz, anaqa golodaniya. Ochlik bilan. U hozir masalan ro'za tutganlar juda ham yaxshi, u foydali hisoblanadi. Chunki organizm tozalanadi birinchi o'rinda, organizm dam oladi va oshqozon osti bezida birinchi o'rinda insulin miqdori ko'p ishlab chiqarmaydi. Qancha insulin miqdori ko'p ishlab chiqarsa, u glyukozani tushiradi va tez qorin ochqash hissi bo'laveradi va shirinlikka talab qilaveradi. Ana o'sha birinchi o'rinda insulin rezistentniyasi to'g'rilasa, hech qachon semizlik kuzatilmaydi. Ko'pchilik mana operatsiya deydi, oson yo'lga ko'rish qara qiladi. Lekin bu interval ochlikni amal qilgan odam juda katta narsaga ega bo'ladi, tushunmaydi. Mana shu qorindagi yog'larda, misol uchun hattoki qon tomirining ichidagi bilashkalarni ham, xolesterinni ham eritib tashlar ekan. Toksinlar, onkologik o'smalar aynan shu yog'larda bo'ladi. Shuni hisobiga mana shu xavflar yuqori bo'lar ekan. Eng asosiysi nevrologiya ham aloqasi bor ekan. Ya'ni ro'za tutish orqali miyada yangi nerv hujayralari o'sa boshlar ekan, paydo bo'lar ekan. Neyronlar paydo bo'la boshlar ekan. Buni ham bilmaydi, hamma operatsiya qilishga. Shunga fikringiz qanday? Xo'p. Yaqinda xabarimiz bor, aktrisamiz Halima xonam shu natijasida nima bo'ldi? Shu haqda ham fikringiz, nima xatolik bo'ldi u yerda? Endi u yerda bilmayman nima xatolik bo'lgan, aniq siz sohangizga qiziqishiga baribir nima qilasiz? Endi ularda ham qandli diabet bo'lgan, ham semizlik, qandli diabet ham bo'lgan, qandli diabetlari ham bo'lgan ekan va semizlik birgalikda kelgan. Ham kuchli og'riq bo'lgan. Menimcha grija ham bo'lgan ekan, kuchli og'riq bo'lgan ekan. Katta ves bilan bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Shuning uchun undan oldin ham bariatriya usuli ishlatilgan ekan. Ularda avvalam bo'lgan ekan. Lekin unda 3dan 1 qismi emas, 3dan shu 1 qismini ham yarmi olingan ekan. Ko'p qismini oldirmagan ekanlar. 5dan 1ini. Ana o'shandan keyin ham ozgina dieta qilganmilar, ozgina vazn tashlaganlar, keyin yana noto'g'ri ovqatlanish, kam harakat, bilmadim, endi balki genetik moyillik bordir ularda. Birinchi o'rinda bilmadim, agar qandli diabeti bo'lsa, ham semizlik bo'lsa, baribir 1000 bariatriya usuli bilan oshqozondagi bir qismini olib tashlangan bilan u kasallikni davolanmagan bo'lsa, yana o'sha vaznni yig'averadi.
Uning uchun birinchi negizini davolash kerak. Negizini, uning uchun qandli diabet bilan birinchi qanddagi qand miqdorini tushirish kerak. Bularga miyasiga singdirish kerakki, dieta qilsangiz hamma muammoni yecha olasiz degan narsani singdira olish kerak. Menga bemorlar kelishadi, o'zingiz xohlayapsizmi ozishni deb so'rayman birinchi. Agar o'zingiz xohlasangiz ozasiz. Men sizga millionlab dori yozib bersam ham, eng zo'r dorilarni yozganimdan eng bariatriya usulini qilsangiz ham, miyangiz bilan xohlamayapsizmi, u natija bermaydi. Haqiqatdan. O'shaning uchun birinchi o'rinda miyasiga singdirish kerakki, shu dieta qilsam hamma muammoni yechadi, dieta qildiring. Ikkinchi o'rinda sport bilan shug'ullantiring. Bariatriya u eng oxirgi usulda. U qachon qilinadiki, bariatriya to'g'ri bizda ham bor. Yosh yigitlarimiz, masalan 40 yoshdagilar qandli diabet kuni bilan ishlashadi. Qonda qand miqdori yuqori. Endi u boshqa usul bizda. Insulin olishadi ular, kuni bilan olisha olmaydi. Unaqalar to'g'ri bariatriya usuli bilan insulindan voz kechishi uchun qilishadi. Unda mayli ruxsat beramiz. Lekin agar sharoiti bo'lsa, uyda dieta qila olsa, dorilarni vaqtida ichsa, qondagi qand miqdori ham tushadi, vazni ham tushadi. Bir bemorlarimiz bor, insulindan chiqib ketishgan bariatriya usulisiz. Chunki biz ularga tushuntirganmiz, ko'p harakat qilsangiz, dieta qilsangiz sizga 50% lecheniya уже deymiz. Ular xuddi shuni dieta qilishgan, endi dieta qilib, polni faqat suv bilan anaqa emas, meva emas, sabzavot emas, hamma ovqatni me'yorda yeyishgan, me'yorda yegan va 15 ming, 20 ming qadam yurgan. Bir yilda qondagi qand miqdori 6 bo'lib keldi. Insulindan ham voz kechgan. Bitta o'sha dieta bilan ko'p harakatdan. Shunaqa bemorlarimiz bor. Shuning uchun birinchi o'zimizda ekanda. O'zimizda. Xo'xtan kasallik qilamiz, birdan osongina, mo'jizaviy narsa kutamiz. To'ppa-to'g'ri. Osongina hammasiga erishish. Shunday. Uncha xasgina mehnat qilsagina erishadi hamma narsaga. Faqat preparatlarga o'rganib qolish kerak emas. Preparatlarga o'rganib qolish kerak emas. Birinchi o'zi harakat qilib ko'rish kerak, dieta qilib. Ayrim bemorlarimiz dietani o'zi bilan ko'p harakat qilib, saxrini tushirib kelishadi. Tabletkaga ham o'tkazmaymiz даже ularni. Shunaqa bemorlarimiz ham bor. Saxrli diabetdan, qandli diabetdan xavfini oldini olishni nimalar qilishimiz kerak? Nima sababdan kelib chiqadi asosan? Qandli diabetni endi ikkinchi turida oldini olish uchun birinchi o'rinda qondagi daveniyani. Birinchi turi nima, ikkinchi turi nima, shu haqida bir tomoshabinlar. Qandli diabet birinchi turi bu o'zi tug'ilgandan 0 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan oralikda rivojlanadi. U kelib chiqish sababi birinchi o'rinda nasliy moyillik bo'lsa, ikkinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni fast foodlar, gazli ichimliklar, shirinliklar, unli mahsulotlar ko'p iste'mol qiladigan farzandlarimizda, kam harakatda, keyin nevrologiskiy kasalliklarda ham bo'ladi. Masalan, hamma narsani o'ziga chuqur oladigan, anaqa sezuvchan kasallarimizda. Keyin 5-inchisi esa tez shamollaydigan bo'ladi. Autoimmun proses hisobiga. Shuni hisobiga bitta qattiq shamollashmi, qattiq qo'rqish hisobigami yoki noto'g'ri ovqatlanish hisobiga oshqozon osti bezida уже autoimmun proses hisobiga beta klet hammasi yemirilib, oshqozon osti bezi umuman ishlamay qo'yadi, insulin ishlab chiqarmaydi. Va qandli diabet birinchi tur kelib chiqadi. Ikkinchi turida ham xuddi shunaqa, уже 35 yoshdan buyog'iga davri bo'ladi. Unda ham nasliy moyillik, ikkinchisi uglevod, shirinliklarni ko'p iste'mol qilish va kam harakat. Qandli diabetga olib keluvchi omillar esa bu gipertonik kasallar, giperxolesterinemiya va ojireniya. Agar shu uchalasi bo'lsa, qandli diabet aniq bo'lishi shart unda. O'shaning uchun shu uchala kasalni davolab yursa, hech qachon qandli diabet bo'lmaydi. Qandli diabetdan chiqib ketsa bo'ladimi yo butunlay davosi bormi yo faqat insulinmi? Qandli diabetda endi masalan yangi aniqlangan bo'lsa, qandli diabet bo'ldi. Qandli diabet yangi aniqlangan. Gipertonik kasali bor, xolesterini bor, tartibsiz hayot va semizlik. O'shanda birinchi o'rinda davleniyasini davolaymiz. Gipertonik antigipertoniya preparatlar beramiz, statinlar beramiz xolesterin tushirish uchun. Dietaga o'rgatamiz,
ko'proq fizik nagruzka qiling deymiz va qayta beta hujayralar yana rivojlanishi uchun uni preparatlarni beramiz. Ana o'shanda qandli diabetdan chiqib ketishi mumkin. Agar уже qandli diabet 10 yil stajga ega bo'lgan, уже beta kletkalari уже o'lib rivojlanmay qayta rivojlanmaydiganlarni uni qiyin. Qandli diabet ikkinchi turda chiqib ketishi qiyin. Xo'p, savol bor ekan, qarang. Mani buqog'im kichkinaligi uchun hayz ko'rishim 3-4 oyga cho'zildi. Kelmay qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Doktorga bora olmayman. Necha yosh ekanlar? Yo'q, yozmaganlar. Endi o'zi normada hayz 12 yoshdan keyin keladi. Qizlar 8 yoshdan keyin jinsiy gormonlar rivojlanish boshlaydi, uyg'onadi. O'g'il bola 9 yoshdan keyin. Agar hayzlari 12 yoshdan kelgan bo'lsa, 3 oy davomida kelgan bo'lsa, uni ko'rish kerak. Gormonal fond hisobiga ham hayz sikli ko'p keladi. Ya'ni prolaktin yuqori bo'lsa, yoki qalqonsimon bezida tiroksin gormoni yetishmasa, yoki tuxumdonlarida shamollash kuchli bo'lsa, tirgitid, ya'ni tuxumdonlarida shamollash bo'lsa, yoki endometrioz qavati juda qalin bo'lsa, ana unda hayz sikli to'xtamaydi-da, keyin birdaniga to'xtatuvchi preparatlar berishadi, gormonal siklda. Keyin уже hayzi kelmay qo'yadi. Uning uchun gormonlarni birinchi davolash kerak, keyin hayz siklini normada har oy keladigan qilish kerak. Uning uchun gormonal fond tekshiriladi. Tushunarli. Xo'p, Usayeva yozibdilar. Assalomu alaykum. Buqoqni qayta davolanish kerakmi? Qizlarimda hayz sikli o'zgargan. Qayta davolash. Ular barcha endokrinologga borgan ekanlar, qalqonsimon bezda muammo bo'lgan va 2-3 oy ichib to'xtatib qo'yishgan. Ko'pchilik shunaqa bo'ladi va qalqonsimon bez butun organizmi dirijori. Agar buqoqda qandaydir muammo bo'lsa, bu ayollarda ko'krak saratoniga rivojlanishi kelib chiqishi mumkin yoki mastopatiyaga kelib chiqishi mumkin va jinsiy gormon organlarida hayz siklini buzilishi va bepushligi ham kelib chiqishi mumkin. O'shaning uchun birinchi o'rinda qalqonsimon bezni davolasa, ko'krak bezida ham jinsiy organlarda ham muammo bo'lmaydi. Xo'p, yana savol Sumayya. Assalomu alaykum. 10 yildan oshdi Eturox ichib yuraman. Sekin to'xtatsam bo'ladimi? Nimaga asoslanib to'xtatsalar bo'ladi o'zimni? Eturox o'zi buqoqni o'rinbosar gormon. Masalan, buqoqda T4, T3 svobodniy gormonlar bor. Agar u dangasa bo'lib qolsa, tashqaridan Eturox gormoni beriladi. Uni определить qilish uchun TTG bilan T4 svobodniyni o'zini topshirtiramiz. Agar TTGsi to'g'ridan baland bo'lib ketgan bo'lsa, T4 svobodniy kamayib ketgan bo'lsa, unda tiroksin beramiz, Eturox. Har 2 oyda gormon topshirib turishlari kerak, TTG, T4 svobodniy. Dozani to'g'ri tanlash uchun. Dozani to'g'ri tanlangandan keyin 6 oy, 1 yil, 1,5 yil ichadilar davomida. Keyin gormonlar normaga tushgandan keyin sekin yod preparatiga o'tkazib beramiz. O'zlaricha hech qachon gormonni to'xtatishlari kerak emas. Endokrinolog ko'rigidan keyin to'xtatadilar. Tushunarli. Xo'p, doktor Vahobova yozibdilar. Tug'ruqdan keyin gormonlar buzilishi natijasida ortiqcha vaznni yo'qotish uchun tekshiruvlar, qanaqa tekshiruvlar qilsak bo'ladi? Agar tug'ruqdan keyin emizikli ayol bo'lsalar, emizikli ayollarga hech qachon biza tekshiruvdan ham o'ting, ozing degan hech qachon tavsiya bermaymiz. Emizasiz, emizishdan chiqqaningizdan keyin biz sizga ozdiruvchi preparatlar yoki ozdiruvchi tavsiyalar berishimiz mumkin deymiz. Lekin faqat emizikli ayollarga shirinlikni kamaytiring, unli mahsulotni kamaytiring bo'ldi. Qolgan hamma narsani yeyish mumkin deymiz. Emizikli ayollarga hech qachon biza ozing degan tavsiya bermaymiz. Lekin qalqonsimon bezni tekshirtirsalar bo'ladi. Agar emizishdan chiqargandan keyin asosan biz buqoq gormoni TTG, T4 svobodniy, insulin, kortizol, keyin ayollik gormonlarni tekshirtiramiz. Asosan shular. Ko'pchilik menga savol beradi, ko'p ham eshitganman. Men suv ichsam ham semirib ketaveraman, havodan ham toza havodan ham semirib ketaman. Shu savolni berishibdi-da. Assalomu alaykum doktor, men har doimgidek ovqatlanaman, lekin semirib ketyapman. 34 yoshdaman. Nega debdilar. O'zi oldin
50 yoshdan keyin 60 yoshdan keyin semirish bo'lardi, keyin 50 yoshdan keyin semirish bo'ladi, keyin 40 dan keyin hozir 30 dan keyin semiradigan bo'lgan. Shunaqa. Chunki hayotimiz yengillashib boryapti. Hammasi anaqada bo'lib ketdi, kompyuterni bo'lib ketdi, texnika bo'lib ketdi. Uyga kirasiz, texnika hammasi. Umuman harakat yo'q, ayollarda ham kamayib ketgan. Nimaga semirib ketaveramiz? Suv ichsam ham deydilar, bular kuni bilan yemasliklari mumkin-da. Kuni bilan suv ichib yuradilar, plitkalarni bilan yeb qo'yadilar-da, kechkiga borib mazza qilib ujin yeb oladilar. Chunki biz juda ko'p bunaqalarni ko'ryapmiz, etishmaydi. Mayda ko'p yeyishadi. Mayda shirinlikni yeyishadi. Bo'ldi, ozgina yedim-ku, plitka yeb oldim-ku, shokolad yedim-ku, pirojni yedim-ku, bo'ldi. Ovqat yemayapman-ku deydi. U eng yomon narsa. Bitta plitkangiz bir lagan oshga to'g'ri keladi. Undan ko'ra o'sha ozginadan o'sha kletchatkasini yesin, oqsilini yesin, suv ichsin, kun davomida shuni qilsin-da, yeganiga yarasha ko'proq harakat qilish kerak. Agar semizlikka moyil odam bo'lsa. Semizlikka moyil odam bo'ldi, o'sha yog' ustiga yog' yig'ilib ketaveradi. Masalan, organizm och o'tiradi, 12 soat ovqat yemadi, kechkiga yeyaptimi, organizm och, hujayralar och. Kirgan narsani hammasini hujayraga zapas qilib olib, yog'larni ustiga zapas qilib, yog'larni yig'ib oladi. O'shaning uchun semirib ketadi. O'shaning uchun ozginadan yeyish kerak. 3 mahal. Perikuslarni olib tashlash kerak. Shunday. 3 mahal ovqat yeyish kerak. 3 mahal ekan. Eshitilammi? 8 mahal emas. To'g'ri. Xo'p, 3-o'rinda bo'y o'smaslik haqida aytdingiz. Bu nasliy bo'lmasa, nanizm bo'lmasa, qanchalik darajada necha santimetrgacha o'stirish mumkin va qanday yo'llar bilan? Qanaqadir yana rentgendan boshqa qo'l kaftdan boshqa tekshiruvlar bormi? Boshqa tekshiruvlar. Qanaqa tavsiyalar bo'ladi? Muolajasi umuman qanday bo'ladi? Agar ota-onasi bo'yi normada bo'lsa, farzandida past bo'ylik kuzatilsa, unda birinchi o'rinda biokimik tekshiruvlarni tekshiramiz. Biokimikda asosan kalsiyni tekshiramiz, fermentlarni, jigarlarni tekshiramiz. Keyin magniylarni hammasini tekshirib chiqamiz. Keyingisi общий analiz qon, gemoglobin qancha miqdorda. Keyin kaprologiya topshiradi, gijjasi bormi, yo'qmi. Keyin уже gormonga o'tamiz. Bu qalqonsimon bezda TTG, T4 svobodniy. Keyin o'sadigan gormon, somatotropniy gormon tekshiramiz. Qancha miqdorda ishlab chiqaryapti. Keyin IFR1, ya'ni bu somatotrop gormoni kiradi, jigarda metabolizmga uchraydi. Asosan o'sha IFR ham tekshiramiz. O'shanda. Agar o'sha gormonlarga qarab, analizlarga qarab, biza klinikasiga qarab muolaja qilamiz. Muolajani birinchi o'rinda baribir oqsilga boy ovqat bolalarimizga, shirinliklarni olib tashlaymiz, chunki qancha shirinlik ko'p yeydigan bolalarimiz past bo'y hisoblanadi, past bo'y bo'lib qoladi. Chunki o'sha shirinlik ham ota-bolalarimiz aytadi, shirin yema, bo'yi o'smay qoladi deydi-ku. Ana o'sha to'g'ri ekan. Chunki qancha shirinlik ko'p yesa, o'sadigan gormonni bloklab qo'yadi. Keyin birinchi o'rinda uglevod, qizilga boy ovqat, sabzavot, mevalarni ko'paytiramiz u bolalarimizga. Ko'chadan fast foodlarni, yarim polufabrikatlarni, ya'ni kolbasa, sosiskalarni umuman olib tashlaymiz. Faqat правильный питание o'tkazamiz. Keyin ikkinchisi esa kun tartibi, 3 mahal ovqat va 9 da uyqu. Uxlamasa hech qanaqa foyda bo'lmaydi. O'sadigan gormonni o'sha kuni qurib qolib ketadi, yo'q. Har kuni o'sha o'sadigan gormon kirib turishi kerak. Keyingisi esa yengil sportga beramiz. Suzishga, basketbol, voleybol, tennisga, shunaqa yengil sport turiga beramiz. Keyin qalqonsimon bez davolaymiz. O'sadigan gormonni stimulyatsiya, rivojlanishini, ishlab chiqarishini yaxshilash uchun dorilar beramiz yoki somatotrop gormonini tashqaridan kirgizamiz. Shunaqa muolaja qilinadi. Bu yoshi ham cheklanganmi? Chegarasi bormi? O'g'il bolalarimiz 18 yoshgacha o'sadi, qizlarimiz 17 yoshgacha o'sadi. Keyin necha santimetrgacha o'sishi mumkin? Agar to'g'ri muolaja qilinsa, har yili 7 santimetrdan o'sadi. U norma hisoblanadi. 7 santimetrga 1 yilda o'sishi mumkin. Unda u norma hisoblanadi. O'z normadagi odam 7 santimetrga o'sadi. Bolalar 7 santimetrga o'tishi kerak.
o'shanda normativiga yetkazib olamiz xudo xohlasa. Hozir kunda ko'p bemorlarimizmi tushunmaydi yoki haqiqatan ham bordir bu narsa. Endokrinologik tekshiruvlar bilasiz ko'pgina yoziladi, nimasi ham narxi ham baland. Sag'ir diabetga qanaqa tekshiruvlar shart keraklilari? Keyin semizlikda bo'y kaltalikda. Xo'p, qandli diabetda Asosiy tekshiruvlar qaysilar? Qandli diabetda asosiy tekshiruvi bu glyukoza. Glyukoza do yedi и после yedi. После yedi esa bu 2 soatdan keyingi tekshiruv. Glikirованный hemoglobin bo'ldi, 3 ta tekshiruv, boshqa yo'q. O'sha qandli diabetni aniqlash uchun 3 ta tekshiruv tekshiramiz. Ovqatdan oldingi, ovqatdan keyingi va glikirованный. Oxirgi 3 oy davomida sahar necha bo'lgan? Bo'ldi. O'sha analiz kerak emas sizga. O'sha analizlarni keyin уже naqadan midasi motordan o'tgandan keyin uni tekshirsa bo'ladi. Ular bizga aniq narsa bermaydi. Bizga o'sha glikirованный и glyukoza bo'ldi. Biz o'shanni qarab sahna diabet qo'yib beramiz. Xo'p, semizlikdachi? Semizlikda endi qalqonzima bez gormoni TTG, insulin, kortizol bo'ldi. Mana shu uchalasi и xolesterin, lipid inspektor. O'shani tekshiramizda bo'ldi. O'shani tekshirsak bo'ldi, o'shanga qarab beramiz. Buqoqdachi? Buqoqda T4, T3 svobodniy. Bo'ldi. T4 svobodniy topshirsa ham bo'ladi. Endi agar yaxshi uxlamayman desa kortizolni tekshiramiz. Qo'shimcha shikast. Qo'shimcha. Agar hayz siklim buzilgan bo'lsa, keyin qo'shimcha sifatida jinsiy gormonlarni tekshiramiz. U endi qo'shimcha bo'lib ketishi mumkin. Lekin asosan bizda ham shunaqa bo'ladi-yu, buket qilib, keyin shifokorga boramiz. Buket qilib, shunga nisbatan tekshiruvlar ham ko'payib ketadi. Uni tushunmaydi odamlar. Tushunmaydi. Agar sразу aniqladim, menda nimadir xususiyatim bittada kelsa, ko'payib ketmaydi. Qandli diabetlarimiz ham to'g'ri bizda. Qandli ikkinchi turida juda ham tekshiruvlar ko'p. Agar masalan keldi, men tez hojatga boraman desa, уже общий analiz machi ham qo'shamiz, kreatinin, mochabini ham tekshiramiz, уже UZI почек qilamiz. Men уже oshqozon osti bezim og'riyapti, uni UZI tekshiramiz, jigarini ALT ham qo'shib beramiz. Ular ham bor, juda ham ko'p bizda tekshiruvlar. Lekin biza qandli diabetni aniqlash uchun asosiy ularni tekshiramiz. Lekin asoratlarni oldini olish uchun ham qo'shimcha analiz topshirtirishimiz mumkin. Shunisi. Endokrinolog bilan bir kuni qanday o'tadi? Ertalab o'zingizga borguncha. Endokrinologlarda borasiz. Bitta joyda ishlamaysiz, nem bo'li. To'g'ri. Chunki endokrinologik kasallar ko'p va xronik bo'ladi ular, surunkali, xronikda. Ularni qandli diabetlarni уже oxirigacha davolab bo'lmaydi va ularni har doim qondagi qand miqdorini kompensatsiya qilib turishimiz kerak. O'sha dori tushdimi yoki yo'qmi, siz dieta qildingizmi yoki yo'qmi, o'shani tekshirib turish kerak. Qalqonzima bezi bo'lsa hammasi tugulli hali ham mana yurishadi, doimiy. O'shaning uchun bemorlarimiz ko'p bo'ladi. Obedgacha частный klinikada ishlasa, obeddan keyin statsionarga borib, u yotgan bemorlarni insulinga o'tkazish kerakmi yoki reanimatsiyadagi ketoatsidoz bemorlarimiz bor, ularni davolash kerak. Insulindan chiqarib berish kerak yoki insulinga o'tkazib berishimiz kerakmi? Pochkalarida leykotsidlari baland bo'lsa, unga boshqa doriga o'tkazib berishimiz kerak. Chunki har bitta preparatimiz yoki jigarga yoki buyrakka ta'sir qilishi mumkin. Ana o'shalarni o'ylab davolashimiz kerak. Keyin o'sha statsionardan chiqib uyga, ro'zg'orga, oilaga borishimiz kerak. Xo'p, savollarga qaytsangiz, assalomu alaykum doktor. O'g'lim 9 yoshda, 56 kilogramm vazni, juda ham semirib ketyapti. Sahrga analiz topshirdik, sahr yo'q dedi. Nima deb tavsiya berasiz? Bularda sahr bo'lmaydi, baland bo'lmaydi. Chunki bularda insulin baland bo'ladi. Insulin qancha baland bo'lsa, bularda ortiqcha vazni oshib ketaveradi, ko'payib ketaveradi. Chunki insulin baland odam qondagi qand miqdori tushib ketaveradi-da. Qon miqdori kamayib, glyukoza pasayib ketsa, biroz tez qoningiz oshib ketaveradi. Ovqat yegandan keyin to'yish hissi bo'lmaydi. To'qlik, to'ygan hissini tushunmaydi bular.
O'shaning uchun katta porsiyada yeyishadi va insulin ovqat yegandan keyin yana ham bo'shashadi, u borib sekingina borib kravat divanga yotib oladi. Shunday. Kam harakat. Ana o'shaning uchun 56 kilo 9 yoshga juda ham katta. Ularniki bo'lishi kerak kamida 35 kilogacha 9 yoshniki. Uzoq 40 kilo bo'lishi kerak. Bularda 56 kilo. Endi bo'yini ham o'lchab ko'rish kerak. Agar bo'ylar 1.65, 1.60 bo'lsa 9 yoshniki unda normaga kiradi. Uning uchun birinchi o'rinda insulinni ham tekshirtishlari kerak. Qalqon simon bezni ham tekshirish kerak. Demak, endokrinolog Ko'rigiga kelish kerak-da. Xo'p, ayollarda testosteron gormonini qanday normaga solish kerak? Testosteron miqdori o'zi normada ayollarda 30% testosteron bo'lsa, 70% ayollik gormon bo'ladi. O'zi normada qo'polib aytganda, agar testosteron oshib ketaversa, normadan уже klinika bilinadi. Mo'ylovlar, soqollar o'sish boshlaydi. Kindik atrofida erkaklarga o'xshagan uzun tuklar paydo bo'lish boshlaydi, o'sishi. Keyin sekin-sekin asabiy bo'lib qolishi mumkin. Hayz siklini buzilishi kuzatiladi, soch to'kilishi kuzatiladi. Asosiy belgilari shu. Agar testosteron tushirmoqchi bo'lsa, ayollik gormonni ham tekshirib ko'ramiz va testosteronni kamaytirish uchun tashqarida ayollik gormoni, ya'ni estradiol, progesteron gormonlarini beramiz va sekin-sekin testosteron gormoni pasayishni boshlaydi. Manda kelib qoladi, doim bo'lmasa ham kelib turadi. Asabiylashgan, jahldor, tez narsaga achchiqlab qolaveradi, nafas siqishdan shikoyat qiladi, ko'zlari katta-katta ko'rsasidan chiqqandek bo'lib turadi. Endokrinolog kasallik belgisi elementini ko'rganda endokrinologga borishni tavsiya qilaman-da. Mana shu nevrologik kasalliklar bor, depressiya, stress holatlar. Taxikardiya Sizniki bilan qanday qilib farq qilsa bo'ladi mana shunday holatlarga asabiy endokrinologik kasalliklar belgisi? To'g'ri, bir xil bo'ladi. Masalan, aytsangiz, borishni bittada bilib olsa odamlarni kimga borishni? Masalan, sizlarga ko'proq gipotireoz, ya'ni qalqon simon bezda gormon kamayib ketsa va gipotireoz zaharli buqoq bilan, ya'ni buqog'ida tiroksin gormoni ko'payib ketsa, zaharli buqoq bilan dangasa buqoq ko'proq nevropatolog, kardiologlarga borib qolishadi. Masalan, birinchi o'rinda zaharli buqoqda o'zi ko'rinadi. Kelganda ko'z chaqchayishi, ozib ketishi, ko'p badani nam bo'lib turadi, terlaydi. Keyin qo'lida titrash bo'ladi. Nevrologikda qo'li muzdek va nam bo'ladi. Nevrologikda. Endokrinologikda bo'lsa qo'li issiq va nam bo'ladi. U zaharli buqoq. O'shani farqlasangiz bo'ladi. Nevrologikda taxikardiya bo'lmaydi. Endokrinologikda taxikardiya bo'ladi. Ana o'shani farqlasanglar bo'ladi. Farzand ko'rmaslik endokrinologik muammoga ham bog'liq. TTGlarga shu haqida batafsil to'liq ma'lumot bersangiz, ko'pchilik urologga boradi, ginekologga borishadi, lekin ba'zi bir holatda ko'rib qolaman, ko'p emas. Endokrinologikni ko'rishmaydi. Viloyatlarda shunday narsaga guvoh bo'lib, shu haqida to'liq gapirib bering. To'g'ri, chunki gormonlar bu hamma butun jinsiy organni ham, buqoqni ham boshqarib turadi. Gormonni o'zi. Gormon bo'lmasa, ya'ni ayollik gormoni bo'lmasa, hech qachon homilador bo'la olmaydi. Bilasiz, agar masalan erkaklarda testosteron bo'lmasa, homilador qila olmaydi. O'shaning uchun birinchi o'rinda qalqonsimon bezni davolash kerak. Qalqonsimon bez normada ishlab tursa, hayz sikli ham normada bo'ladi. Agar masalan aytdingiz, hozir testosteroni baland bo'lsa ham ayollik gormoni kamayib ketadi va hayz sikli buziladi, follikullar yetilmaydi. Shuni hisobiga ham. Shuning uchun ayollik gormonini normada chiqarib olish kerak. Va keyingisi prolaktin oshib ketsa. Prolaktin juda ham baland bo'lib ketsa ham, u gipofiz bezli gormon butun hayz siklini normada solib turuvchi estrogen, progesteron, LG, FSG gormonlarni bloklashni boshlaydi. Bloklangandan keyin u organizm o'ylaydiki, prolaktin oshib ketdi yoki bu homilador yoki emizikli deb o'ylaydi. Prolaktin oshib ketgan, ko'krak bezli gormon. Ana o'shuni hisobiga hayz sikli ham sekin-sekin buzilishi boshlaydi yoki umuman kelmay qo'yadi yoki 2-3 oyda bir marta kelishi mumkin. Keyingi sababi esa semizlik hisobiga ham. Semizlik hisobiga ham ayrim ayollarimiz homilador bo'lisha olmaydi.
u semizlikka olib keluvchi esa insulin rezistentность, ya'ni insulin oshib ketgandan keyin qorin atrofida yog' yig'ilishi kuzatiladi. Yog' yig'ilgandan keyin tuxumdonlar atrofini yog' egallaydi va u yerda qon aylanishi buziladi. Tuxumdonlarda yaxshi follikullar yetilmaydi. Ana o'sha 4 ta sabab hisobiga ham homiladorlik kelib chiqmaydi. Bepushtlikka sababchi. Assalomu alaykum. Buqoq shamollashi, bo'qoq chandiqni davolash bo'yicha yordam kerak deb yozibdilar. Xo'p, endi bizda buqoq shamollashi bu AIT yoki AIK, autoimmun komponent yoki autoimmun tiroidit. Autoimmun tiroiditni aniqlash uchun o'zini analizlari bor, ATTPO va ATTG. Ana o'shalarni yuqori bo'lib ketgan bo'lsa, ya'ni autoimmun proses yuqorilashib ketgan bo'lsa, uni davolagandan keyin agar buqog'ida yod tanqisligi bo'lsa, yod preparati bersa, agar buqog'ida gipotireoz bo'lsa, uni davolasa, qalqonsimon bez yana o'zini vazifasini bajarib ketaveradi. Endi chandiq masalasiga kelsa, u buqoqda nima? Operatsiyadan keyingi chandiq paydo bo'lganmi? Yo'q, yo tugunmi? Hozir chandiq deganingizga o'shanga aytyapman. Uning uchun shamollashni chandiq deyapsizlar, buqoq chandig'ini davolash. Bu operatsiyadan keyingi bo'yin atrofida chandiq paydo bo'lgan. Endi uni bilmadim, u operatsiyadan keyin yoki shamollash bo'lgandir bo'yin atrofida yoki yaxshi bitmagandir yoki plastik qilishmagandir, o'shanda chandiq paydo bo'lgandir. Uni plastika qilib operatsiya qilishadi o'zi. O'shanda chandig'i bilinmaydi. Endi u plastikaga boradilar, chandiqqa qalqonsimon bezni operatsiya qilgan ekanlar. O'sha qaysi qismi qolgan bo'lsa ham, o'sha qismini endi asrab avaylashlari shart. Tez-tez shamollashlari kerak emas. Agar gormonlari normada bo'lsa, yod preparati ichadilar. Agar qalqonsimon bezda gormon yetishmovchiligi bo'lsa, o'rin bosar tiroksin gormonlarini ichishlari shart. Tushunarli. Xo'p, yana zo'r qiziq savol kelibdi. 9 yoshli qizim nafas qisadi deb shikoyat qiladi. Gipergidroz, ya'ni qo'ltiq teri ostilari terlaydi, hidlaydi. Bu buqoqdanmi deb savol berdilar. Ha, birinchi o'rinda agar nafas siqishi bo'lsa, u ona qornida payti qalqonsimon bezi gormon yetishmovchiligi bilan tuqqan bo'lishlari mumkin. Ya'ni onasida buqoq bilan muammo bo'lgan va u bolasiga o'tgan. O'sha ona qornida paytida buqoqni to'g'ri tekshirish kerak. Agar gormon yetishmayotgan bo'lsa, gormon berish kerak va tuqqunicha yod preparatini ichishlari kerak. Yodamari 200. Va tuqqandan keyin emizishni to'xtatguncha yod preparati ichish kerak. Masalan, 2 yoshgacha emizsalar, 2 yoshdan keyin biza yodamarin 100 ni yarmini 50 mikrogram beramiz. 6 yoshgacha. 6 yoshdan keyin 100 mikrogramga chiqamiz agar qalqonsimon bez normada bo'lsa. Bu qizcha yod preparati ichmaganlar, tomoqlar tez-tez og'risa, yod tanqisligi hisobiga qalqonsimon bez kattalashadi va tez-tez shamollaydigan bolalari qalqonsimon bez shamollatib qo'yadi. Va nafas siqishi, traxeya atrofida joylashgan nafas siqishiga olib keladi. Shuning uchun birinchi UZI qildirsinlar. Agar qalqonsimon bez kattalashgan bo'lsa, shamollash prosesi bo'lsa, keyin endokrinolog ko'rigiga borsalar bo'ladi. Xo'p, menga nevrologik kasalliklar bolalarni olib kelganda, maktab yoshidagi bolalarni shikoyat bo'ladi, darsini o'zlashtira olmayapti, charchab qoldi, holsizlik kuzatiladi, xotirasi pasayadi. Xuddi shu savol berdilar. Maktab yoshidagi bolalarda yod yetishmasligini belgilarini aytib bering. Yod yetishmovchiligining belgilari birinchi o'rinda holsizlanish, tez charchaydi, uyquga to'ymaydi, uyquchanlik, xotira pasayadi, yig'loqlik, keyin badanlar terisini qurishishi yoki ertalab turganda qovoqlarning atrofida shish bo'ladi, yod tanqisligi hisobiga, yoki tillarning atrofida tishlarning izi qoladi, отек hisobiga. Shuni hisobini u qalqonsimon bezda bo'ladi. Boyagi anaqa ko'p terlashidan bo'lsa, vitamin D yetishmovchiligi, kalsiy yetishmovchiligi ko'p terlash bo'ladi. Xo'p, qonimni tekshirtirsam, saharim bor, lekin nechiligini yozmabdilar. O'zimda hech qanaqa belgilar yo'q. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Ayrimlarimiz qonda qand miqdori yuqori bo'lganini bilishmaydi. Reanimatsiyaga tushgandan keyin qonda qand miqdori borligini keyin yaqinlari bilib qolishadi. Chunki ayrim odamlarda sezuvchanlik yo'qolishi boshlaydi. Yosh kattalarda ayniqsa, bilasizmi?
motor yaxshi rivojlanmay sustlashgandan keyin og'iz quriganini ham sezmaydi, oyoq og'riganini ham sezmaydi, jimirlaganini ham sezmaydi, davleniyasi ko'tarilganini ham sezmaydi. O'sha odamlarda qondagi qand miqdori ko'tarilganini ham sezishmaydi. Chunki ularda o'sha sezuvchanlik yo'qolib boraveradi. Qancha uzoq yil qandli diabet bilan kasallik bo'lsa, undan ham qondagi qand miqdori 20 bo'lsa ham sezishmaydi ular. Chunki sezuvchanligi juda ham past. Uning uchun uylarida doim glyukometr bo'lishi kerak. Qondagi qand miqdorini ertalab och qoringa o'lchashlari kerak. Ana o'shandagina qondagi qand miqdori yuqori bo'lsa, qon tushiruvchi preparatlarni ichishlari shart. Ana o'qal odamlardan qo'rqishi kerak. Sezuvchanligi pasaygan odamlardan. To'ppa-to'g'ri. E'tibor beringlar, haqiqatdan ham glyukometr bo'lishi kerak-da, chunki ko'pchilik normani bilmaydi. Uni o'lchanadi, och qoringa boshqa normasi bor. 5 gacha. 5 gacha u sog'lom odamda. Sog'lom odamda. To'q qorinda 11 gacha. To'q qorinni sog'lom odamniki 708 gacha, qandli diabetniki och qoringa 7 gacha, ovqatdan keyingisi 11-2 gacha. Ular to'q qoringa o'lchashadi, voy, chiqib ketib, mana shunday xatolik ham bo'ladi deydi. Shunaqa. Shuning uchun bu narsaga ham e'tibor beringlar. To'g'ri. Och qoringa ovqat yeb 2 soatdan keyin yana o'lchashlari kerak. Shunday. Xo'p, gipotireoz, sirrojdeniya kasalligi haqida batafsil tushuncha bering debdilar. Tug'ma gipotireoz. Tug'ma gipotireoz hammasi bilasiz, uchotda turishadi. Chunki bu raddomda aniqlanadi. Raddomda уже qon analizini skriningga topshirishadi. Skriningdan keyin уже poliklinikalarga signal berishadi. Tug'ma gipotireozni 1 oyligidan aniqlashsa, u zo'r natija beradi. Uch qanaqa u boladan rivojlanish orqada qolishi, umstvenniy отсталостьdan, jinsiy rivojlanishdan orqada qolishi, bastbo'ylik rivojlanmaydi. Agar qancha kechga boraversa, tug'ma gipotireoz aniqlanolmay kechik qolaversa, unda u har oy asoratlarni beraveradi. Ya'ni asoratlarni beraveradi qancha? Va birinchi o'rinda vazn yig'maydi. Ikkinchi o'rinda ko'p terlaydi, o'tkir ovoz, tilini chiqarib turadi. U tug'ma gipotireoz tili doim chiqib turgan bo'ladi, shishgan, chiqqan. Vazni 1 yoshida ham 5-6 kilo bo'lib turadi. 1 yoshida ham. Keyin zapor, doim ichib kelishini qiynalishi, ishtahasini pastligi va qo'llarida podushечка paydo bo'ladi. Tug'ma gipotireozda. Ana o'shani tili chiqqan boladan ehtiyot bo'lish kerak deydi. O'shaning uchun hozir paytda juda ham kamayib ketgan tug'ma gipotireoz, chunki уже signal tez beryapti, yaxshi rivojlangan, tez aniqlanyapti. O'shaning uchun agar mabodo aniqlanmay qolgan bo'lsa ham, birinchi o'rinda 1 oyligida nevropatologga, pediatrga albatta ko'rikka olib borish shart. Ular aniqlab berishadi. Uyda qandaydir tavsiyalar bormi? Gipotireozdami? Tug'ma gipotireozga faqat o'rinbosar tiroksin gormoni beriladi. Bo'ldi, bitta gormon bilan ish bitadi. Dieta qandaydir? Dieta hech narsa kerak emas. Hamma narsalarni beraveradi, nima xohlasa yeyaveradi, faqat o'rinbosar tiroksin gormoni beriladi, tomog'ini og'rishidan ehtiyot qilinadi, bo'ldi. Qo'y hamma narsa mumkin. Xo'sh, mana shu gormonlar narasheniyasi endokrinologik aminariya yoki hayz siklining buzilishi yoki yo'qligi ta'sir qiladimi, qanchalik? Tug'ma gipotireozdami? Umuman gipotireozda. Endi aytganimdek, boya qalqonsimon bez bu dirijor. Dirijor bo'lgandan keyin agar gipotireozda ko'pincha hayz siklida buzilishlar, ya'ni aminariya, ya'ni umuman hayzni ko'rmasligi yoki disminariya bu hayz siklining buzilishi. Ko'pincha shularda qalqonsimon bezida muammosi borlarda hammasida hayz siklining buzilishi kuzatiladi. Buning uchun birinchi o'rinda qalqonsimon bezini davolasak, hayz sikli ham sekin-sekin yaxshi normaga tushib ketaveradi. Endokrinologik kasalliklarga duch kelmaslik uchun 3 ta yoki 5 ta tavsiya bera olasizmi? Birinchi o'rinda kun tartibi bo'lishi kerak endokrinologlarda. Chunki gormon juda ham injiq bo'ladi. U birinchi o'rinda tartibni yaxshi ko'radi. Vaqtida ovqatlanish, vaqtida uyqu va vaqtida sport bilan shug'ullanish. Keyin ko'p stressga tushmaslik.
stress ham gormon buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shu 5 ta tavsiya: birinchi o'rinda dieta, ikkinchi o'rinda vaqtida uyqu, uchinchisi ko'p harakat, to'rtinchisi anaqa stressni oldini olishi va beshinchisi yaxshi kayfiyatda yurish. Hammasi keldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdinglar, nafaqat bu 5 ta tavsiya endokrinologik, umuman tanani sog'lom bo'lishi uchun kerak bo'lgan 5 ta tavsiya bo'ldi. Amal qilaylik, tanamiz ham, ruhimiz sog'lom bo'ladi. Keyingi safar qaysi mutaxassis bilan qaysi kasallik haqida uchrashishimizni, suhbatlashishimizni, intervyu bo'lishini xohlaysiz, yozib qoldiring. Imkon boricha hamma savollarga javob berishga harakat qildik, lekin vaqt bu narsaga ulgura olmaymiz. Sizlarda boshqa savollar, boshqa kasalliklar, endokrinologiya aloqasi bor savollar bo'lishi mumkin. Ularga yechim sifatida bularni havollarini, Instagram havollarini qo'yamiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, hammasiga javob beradilar, yechim beradilar va qisqa muddatda yaxshi muolajalar bo'ladi, men ishonaman. Instagram sahifalari endokrinolog Manzura deb nima qilsanglar va pastda nomerlarni ham qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, sizlarni qiynaydigan kasalliklar bo'yicha ko'rinmoqchi bo'lsanglar, konsultatsiya uchun hammasini olsanglar bo'ladi. Javob beramiz, xudo xolasa. Vaqt ajrata olasizmi? Rahmat sizga. Aytgancha, kanalimiz rivoji uchun va yana ko'plab insonlarga, xasta insonlarga yordamimiz, sababchi bo'lish uchun ushbu videoni maksimal tarqatinglar, yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar, ular ham foydalansin va kuzatishda davom eting. Bundan qiziq mavzular, kasalliklar oldinda. Rahmat.